Hammaga assalomu alaykum. Feruzbek Pirmatov va bugun sizlar bilan yangi algoritmik masalalar videosi YouTube seri va bugun sizlar bilan ushbu masalani ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Apple and Orange, ya'ni yangi haqiqiy masala. Bu olma va apelsinlar deb nomlanar ekan. Va masalani shartini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Sam's house has an apple and tree, orange and tree that yield abundance of fruit. Ya'ni Sam's uyi bor ekan, uni ikkita daraxti bor ekan, ular har yili har xil meva berar ekan va u diagramma aytishi bo'yicha diagramma mana quyida ko'rishingiz mumkin. Red region, ya'ni ushbu region qizil maydon Sam's uy maydoni, ya'ni S boshlanish nuqtasi, T yakunlanish nuqtasi. Va bizaga trees are located on a single point. Tasavvur qiling, deyapti, daraxtlar bitta nuqtada joylashgan. X o'qi bo'yicha, ya'ni gorizontal nuqta bo'yicha. Gorizontal tarzda bitta o'qda joylashgan nuqtada, masalan A nuqtada va B nuqtada. Va qachonki fruit, ya'ni meva orange, ya'ni apelsin daraxtidan, ya'ni yoki olma daraxtidan tushganda qanaqadir nuqtaga borib tushadi. Bu D nuqta. O'sha nuqta agar S bilan T ning o'rtasida bo'lsa, bizga aytayapti, bu funksiya bo'yicha uni Sam's uyiga tushgan meva sifatida hisoblaydi. Va biza funksiyamizning maqsadi o'sha mevalarni qanchaligini, nechta meva Sam's uyiga tushganligini hisoblab berish. Bular orange bo'ladimi yoki apple bo'ladimi, farqi yo'q. Va buni biza oldin yechimini topishimiz uchun bizga ushbu berilgan inputlarni bilib olishimiz kerak. S and T nima bu? Bu ushbu maydon, ya'ni Sam's uyini joylashgan nuqtalari. A and B. A and B bu olma daraxtini joylashgan o'rni, B bu apelsin daraxtini joylashgan o'rni. Apples and oranges bu tasavvur qilaylik, savat va buni ichida har bitta joydan olingan terib olingan olma yoki apelsinlar joylangan. Bu list. Buni ichida olma yoki apelsinni tushgan o'rinlari yozilgan. Tushgan o'rin deganda, masalan, tasavvur qilaylik, bitta olmamiz 7 degan joyga borib tushgan. Yana bitta apelsinimiz 8 yoki boshqa bir olma 9, 10 va hokazo. Va biza endi hisoblab berishimiz kerak, qancha apple tushgan Sam's uyiga yoki qancha orange tushgan Sam's uyiga. O'shani oldindan 0 ga tenglaymiz va biza loop orqali har bitta pointni hisoblab ko'ramiz, bitta formula orqali. U orqali nima qilamiz? Qaysi bitta har bitta olmani teshib ko'ramiz, rostdan ham Sam's uyiga tushganmi yoki yo'qmi? Yokida shu tarzda orange degan hisoblab ko'ramiz, rostdan ham Sam's uyiga tushganmi yoki yo'qmi? Hozir o'sha formulani kodni yozish davomida tushuntirib o'taman. For Apple'da AP deylik. In Apple, for AP in Apple, agar Apple'imizni o'zi S, ya'ni AP, bizada hozir daraxtda ham tushgan o'rni bor. Agar daraxt joylashgan o'rni bilan olmani tushgan o'rnini qo'shganimizda Sam's
uyini joylashgan o'rni chiqadigan bo'lsa, rostdan ham daraxtdagi olma Sam'ni uyiga tushgan bo'ladi va biza buni plus orqali ko'ramiz. Albatta, adashtirib qo'ymaslik kerak. AP uchun A, B uchun orange. Bu B apelsin daraxtini joylashgan o'rni. Adashtirib olsa, natijamiz xato chiqadi. Va bu albatta t dan kichik bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak. Sam'ni uyiga tushgan olma deb hisoblashimiz uchun. Va biza har bitta olmamizni Apple'ga skor sifatida qo'shib ketishimiz kerak. Va shu tarzda apelsin daraxtini ham to'g'rilaveramiz. Oranges. Oh yo'q, apples. Menga apple qo'shilgan. Orange. Hozir oddiy moslashtirib chiqayapman. Mana yerda orange skor qo'shiladi, mana yerda esa AP emas, or bo'ladi. Bu yerda shuni case system bo'lib qoldi hozir. Ya'ni and ordagi o'shani nima deymiz? Olaylik, G deylik. Farqi yo'q. G plus A emas, sababi bu A olma daraxtini joylashgan o'rni. Bu yerga biz B deymiz. Bo'lsa shunaqa holat. Va biz natijani shunchaki print qilib qo'yishimiz kerak. Ketma-ket oldin nechta olma Sam'ni uyiga tushganligini print qilishimiz kerak. Bu Apple orqali va nechta orange Sam'ni uyiga tushganini yozib qo'yishimiz kerak. Va buni run qiladigan bo'lsak, xatolarsiz ishlashi kerak. Va ko'rganimizdek, congratulations. Va bizani outputimiz, ya'ni natijamiz kutilgan natijaga to'g'ri keldi. Va buni hozir submit ham qilib ko'rish kerak, sababi u yerda boshqa sample test case'lar ham bor. Ulardan ham o'tsa, biz rostdan ham bu masalani yechimini topgan bo'lamiz. Va mana ko'rganingizdek, biz 10 point qabul qilib oldik. Congratulations bilan. Va hozircha biz bu HackerRank masalani 16 foizini hozircha biz 84 ball olsak, 3-yulduzni qo'lga kiritamiz. Va buguncha mendan shular edi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Feruzbek Pirmatov bo'ldi.